Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshi odamlar uchun bitta zo'r lifehack. Turkiyada ham, Makka Mukarramada ham shunaqangi odamlar suv ichadigan joylarga ko'zingiz tushadi. Bu hech bir ko'rmagan edim bunaqasi. Bismillahirrohmanirrohim. Maşallah. Xo'p. Shaharlarda ham, misol o'zimizda O'zbekistonda, Toshkent shahrida, Andijon shaharlarida ham bepul suv ichishlikning deyarli iloji yo'q. Suv ichmoqchi bo'lsangiz, do'konlardan pulga suv olib ichishingiz kerak. Endi shunaqangi joyda foydalanib olsa bo'ladi. Uyingizdan, shaharlarda yashaydiganlarda uyingizdan shunaqa joyga chiqarib qo'yasiz. Iloji bo'lsa ichkariga filtr qo'yib qo'yasiz yoki o'sha tashqariga qo'yishadi. Makka Mukarramada mana 12 ham turibdi, tashqarida filtr turibdi. Odamlar temir kurishga ham qo'yib qo'ygan. Ko'p joylarda kichkina zanjir bilan ilib qo'ygan. O'zingiz uchun yoki ahlingiz yoki onangiz yoki otangiz uchun vaqf qilib qo'ysangiz bo'ladi. Har kim shundan ichsa otangizga yoki onangizga savobi borib turadigan yoki o'zingizga Alloh uchun vaqf qildim deb qo'yasiz. Ko'p pul ketmaydi. Bir kuba suv qancha bizda? Bir kuba suv ichish uchun odamlar bu yerda 1000 ta odam ichish kerak. 1000 tadan ko'proq. Zo'r narsa ekanmi? Qarang. Ajoyib. Nariroqda ham turibdi, zamonaviy hozir ko'rsataman. Odatda mana bunaqa narsa ko'rar edik doim. Bu joyga idish qo'yib qo'ygan. Bismillahirrohmanirrohim. Kimdir vaqf qilgan, qo'yib qo'yadi, orqasiga sho'sh qo'yib qo'ygan, keyin filtr ham qo'ygan bunga. Xo'p. Mana bir dona filtr qo'yib qo'ygan. Odamlar ko'ngillari xotirjam ichib ketaveradilar. Savobi shuni qilganga tegsin deydi yoki indamay ketsa ham Alloh taolo uni yozadiganlari yozib boraveradi. Salomat bo'linglar. Keyin esimga tushib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kishi sadaqa qiladigan ishlarning ichida eng yaxshisi suvdir deb. Chanqigan odamlarga suv hadya qilish zo'r narsa-da. Ammo